Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtimiz xayrli bo'lsin. Biz 2025 yilni Yuqori Pen Texnika Uyg'urlar yili degan shior ostida boshlagandik. Buning asosligi 4 Yuqori texnikaning 4 texnika asosiy qilib so'zlashni maqsad qilib buni boshlagandik. YouTube kanali va torbet yasash, uning keyin o'quvchilarni tarbiyalash. Ya'ni shu Yuqori Pen Texnikada bizlar birlikda ishlayotgandan hamda birlashmagan keyin o'zimiz tarbiyalab birlikda qilganni planda boshlagandik. Shunchalik bundan azroq xulosalar chiqarishni, uning keyin nimalarni qilamadik, nimalarni qilishimizga sabab nima, qilmasligimiz sabab nima deganlarni tushuntirishdan birga 2030-yilgacha tafsiliy planlarni bir so'zlab o'taman. Bek tafsiliy degan emas, ammo tafsiliy plan uning o'zida bor. Agar bir hamkorlikni xohlagan qarindoshlar bo'lsa, tafsiliy birlikda paranlasak bo'ldi deb. Shunga boshlaylik. Biz 2025-yilda o'sha Yuqori Pen Texnika va Uyg'urlar degan shior ostida boshlagandik. Buning da YouTube kanalimizda 60 ga yaqin mush Yuqori Pen Texnik munosabatlik bularmi kvantum fizikasiga munosabatlik, kvantum texnikasi, kvantum mexanikasiga munosabatlik darslarni qilishni, leksiyani qilishni boshlagan plan qilgandik. Ya'ni bir shu vaqtda bir universal, ya'ni Yuqori Pen Texnik munosabatlik, Pen Texnik munosabatlik universal bir YouTube kanalı, YouTube nima emas, torbetning birini qurishni planlagandik. Bu har qaysi mush digital holatda o'rganiladigan degandek. Uning keyin boshqa yana Uyg'ur digital forumni qurishni planlagandik. Shuning uchun joyda bizniki YouTube kanalimizda degan vazifamiz o'rinlandi. Hatto uningda mijiq o'rinlandi. Biz 60 video degandik. Asli har oyda 2 dan video qilsak, birdan 2dan qilsak shu 60 ni chiqara olishimiz mumkin deb o'ylagandik. Chunki ishlayotgan bo'lgandan keyin vaqt ajratib qilgandik. Undan 8-oygacha 60 videoni chiqarib bo'ldik degan gap. Shuning bilan qolgan vaqt joyda hozirgi qilmish Kalbil YouTube kanalimizda bizningki 85 qadar videolar bor. Buning joyda asosan degidek mushu Yuqori Pen Texnik munosabatlik, bularmi kvantum fizikasiga munosabatlik darsda ko'p salmoqni ilaydi. Qolgan joyda AI sun'iy aql bor, uning keyin joyda cho'ng sonliq ma'lumot bor, uning keyin data sonliq ma'lumot analiz qilishlar bor. Uning keyin joyda uchur texnikasi bor, uning keyin joyda dron texnikasi. Mushlar munosabatlik leksiyalar bor. Asosliq nazariya qismini bu birinchi qatimliq vazifamizda va nazariya qismini butunlay so'zlab bo'lishdi. Kuchimizni yeticha so'zlab bo'ldik. Amaliyotda bizning so'zlagan videolar bizga yetadi. Chunki boshqa pidoylar ekran so'zliq, uning keyin Uyg'ur chayxon suhbatlar YouTube kanalida so'zlatimiz degandek. Ularni hamma qo'ysak viz bo'ldi hamda. Amaliyot bizning darslarimiz ularni qo'ysak vizda ashida hamda. Endi bizningki buningda planlandiki asli viz planlagan bo'lsak yaxshi bo'ladi ekan. 60 planlab deymiz. Planni biroz o'zimizni qilmasligimiz mumkin, vaqt yetmasligimiz mumkin deb planlagandik. Amaliyotda boshlagandan keyin ba'zi qila oldik. Haqiqatan buni biroz asli biz planlagan bo'lsak bo'pti ekan deb o'ylashdik, ammo kuchimizga yetishsa 85 ga to'g'riliq. Ya'ni bu vazifani o'rindidik. Uning keyin joyda torbet qurish. Masalan, mush Kalbilning o'zininki bir torbeti bor. Buningda universal bilim bularmi Yuqori Pen Texnik munosabatlik, Pen Texnik munosabatlik uchurlar va bilimlar bor. Bular joyda vaqtda mushlardan o'zingizni ko'ra olasiz. Men oxirida bu torbetni ko'rsataman degandek. Uning keyin joyda 2025 yilning bayat deganimizdek shu o'zimizningki planlagan bo'yicha asosliq 4 sohada planlagandik. Kvantum haqida, uning keyin sun'iy aql, uning keyin cho'ng sonliq ma'lumot analizi, cho'ng sonliq ma'lumot haqida, uning keyin uchur texnikasi. Mush 4 soat joyda o'zimizningki leksiya so'zlashni planlagandik. Asosan 60 ga yaqin leksiya so'zlaymiz va yaqin mushu 4 soatningki bir universal torbetini qurishni vazifa qilgandik. Endi boshqa joyda boshqa o'quvchilarni tarbiyalash vazifasini qilgandik. Buni joyda 8 boshlab bo'lmadik, chunki ba'zi darslik planlar va yoki tizimotga o'quvchilarning soni degandek to'shmaydi degandek-chi. Endi joyda buni darsimizning 8-9-oyning biridan boshladik. Hozir 3 oy tugab bo'ldi. 4-oyga qadam qo'yamiz inshaalloh. Shuni buni kvantum fizik, kvantum mashina o'rganish darsimiz boshlagandik. Amaliyotda boshqa darslarimiz bor. Ammo buni o'rganadigan o'quvchilarning soni yetishmaganligi uchun joyda uni
başlamadık. Bundan keyin başlandık onu keyin qadamda deyişimiz. Şu vaqtimcha vaqtda bizningki darsimiz 3-chi ayning 3-chi ayning o'ttirlariga borganda tugaydi. Quantum machine dersimiz. Ikkinchi qadamliq darsimiz shu vaqtda Alloh nasib qilsa 4-chi ayda boshlaymiz. Kelar yili yani 2025-26 4-chi ayda boshlaymiz. Onun da quantum machine öğreniş hakkında buldu. Bular çoğaltı müşteri sahanın amını bular mı sünni akıl machine öğreniş, data analiz qilish, yani sallıqını tahlil qilish, onun gibi statistika, Python degan bilimler sözlendi. Endi endi quantum machine öğreniş çoğaltı asaslıqı bizningki quantum physicsni köprek sözledik. Quantum aslı quantum yüzlem çoğaltı quantum physics'i, quantum quantum texnikisi, quantum mexanikisi. Muş 3 sani öğrengen vaqtınızda ancak siz bir quantum bütün aletde öğrenelesiz, alıqlalesiz degan gap. Endi quantum physics'ninki nazariya asasen nazariya qismi. Nazariya qismi. Bunun da quantum physics degan nima ekan, quant degan nima ekan, bundan qanday alayligi bor ekan, superposition degan nima ekan, alayli alet. Entanglement degan nima ekan, tunneling degan nima ekan, teleoperation degan nima ekan, degandek. Muşlarni asasen nazariya jihatdan so'zlab bir taraf qildik. Buningki mexanik qism bor. Bu mexanik qismi degan vaqtda odatda nazariyani matematik bilan ifodalash. Shu mexanik, quantum mexanik desak bo'ldi. Quantum physicsni matematik bilan ifodalash quantum mexanik bo'ldi. Bu ikkisini birlashtirib joyda yangi bir xil bir narsa yozib chiqish joyda u quantum texniksni bo'ldi degan gap. Endi buning Uyg'urlarning nima foydasi bor degan gap bo'ldi hamda. Uyg'ur kvant hisoblash orqali Uyg'urlar doğrugarlik murakkab. Mesela Uyghur tibbiyotidagi taraqqiyot uchun texnimo es qo'sh imkoniyatlarini yaratib beradi degan gap. Undan boshqa vaqtda ma'noninki endi sun'iy aql joyda sun'iy aqlning asosligi bizningki sun'iy aqlning nima degan ne? Uning sun'iy aqlni naylarga ishlatamiz, qanday ishlatamiz degan buningda asosliq nazariyalar so'zlandi. Uning asosligi buningda mashina o'rganish qismi bekerek tafsili sözlendi. Şuna bizningki mush Kelbili YouTube kanalımızda bununla alaqadar mazmunlar bor. Mushada ko'rib olsanglar bo'ldi. Boshqa degan joyda cho'ng sonliq ma'lumot. Buningdan joyda cho'ng sonliq ma'lumotlarni analiz qilish, cho'ng sonliq ma'lumotlar nima ekan, hozirgi bundan keyingi taraqqiyotda cho'ng sonliq ma'lumotlarni qanday ishlatar ekanmiz, qarshdan qarshi taraf yo'nalishga taraqqiy qilsak bo'ldi ekan degan mazmunlar so'zlandi. Bunimi ko'rib olsanglar YouTube kanalını ko'rsangiz bo'ldi. Kelar qatamda yana texnik tafsili so'zlandi. Bizning to'rbatlarda bularning tafsili qo'yildi. Onun ikinci olsa cho'ng sonliq ma'lumotlar kundalik cho'ng sonliq ma'lumotniki nimasi? Masalan, ovoz deymiz, rasm deymiz, hammasini shu cho'ng sonliq ma'lumotlarga kirgizadigan gap. Endi ufshur texnikasi. Buning asosligi 5G texnikasi va 6G texnikalarni so'zliq. Boshqa joylarda asosan so'zlamadik, chunki buni so'zlayotgan qarindoshlarimiz bor bo'lganligi uchun. Endi kvant hisoblash joyida misollarni tushunadigan vaqtimizda anar sharbidagi ning tarkibidagi o'z xil ximiyalik moddalarni tahlil qilish. Bular joyida klassik mashinada klassik kompyuterlar qilgan vaqtimizda necha 10 yil ketadi degan gap. Ammo joyida bizning quantum mashinada qilgan vaqtimizda, quantum kompyuter qilgan vaqtimizda joyida bir necha kun yoki hatto bir necha soat bir taraf qila olamiz degan gap. Shuning joyida bu texnikani Uyg'ur tibbiyoti bilan birlashtirib texnimiz zamonlashgan Uyg'ur tibbiyotini barliq keltirish maqsad qilgan. Onun ikinci sun'iy aql. Sun'iy aqlning joyida xuddilik mashinalarga o'xshash o'ylanish, qaror chiqarish qobiliyatiga bo'lgan nishon qiladi. Hamda Uyg'ur jamiyati joyida bu uchur texnika til va madaniyatni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Bu AI texnikasi. Endi buni qanday qilish kerak degan bo'lsa, Uyg'urlarningki Uyg'ur tilini va madaniyatni saqlab qolish joyida shu sun'iy Uyg'ur sun'iy aqlni cho'qim hisob chiqish kerak degan gap. Bunda bo'lmaydi ekan bizningki boshqa narsalarning yo'qolishi burun 50 yil ketgan bo'lsa, hozir 5-10 yilda yo'qolib ketadi degan gap. Har qanday bir narsa. Shuni sal qarash bo'lmaydi degan gap. Buni Uyg'ur bo'lgan ta'sir joyida til va madaniyatni saqlash jihatda Uyg'urlarga yaxshi bir fursatlarni elib kelgan gap. Endi sun'iy aql misollarni tushunadigan vaqtda masalan 100 yillar ilgari yozilgan bir Uyg'ur shoirining qo'lda yozmasi divan joyida AI sistemasi qisqa vaqtda o'sha orqali o'qib raqamli shaklga aylantirib saqlash. Bular joyida o'zimizniki burunqi yozmalar joyida digitallashga ekilish degan gap. Digitallashga ekildiğiniz gap
sizning madaniyatingiz yo'qolmay yuqori pen texnika davrida, ya'ni AI davrida Uyg'urlar o'zini qanday saqlab qolaydi? Madaniyatini qanday saqlab qolaydi? Tilini qanday saqlab qolaydi? Bularni joyda bular o'ylansak bo'lmaydigan masalalarning birisi. Chunki ular bo'lmay turib joyda yaqinchi nima qilsangiz o'zingizning xosligini yo'qsiz degan gap. Yani bu olan joyda sunniy aqllar qilish joyda biz butun fizikal narsadan joyda digital, yani digital holatga ekilib o'tishimiz kerak degan gap. Bu joyda birinchi qadamda o'rinlaydigan planlarning ichiga kirgizishimiz shart. Hem bu qilishimiz zarur bo'lgan ishlarning bir turi. Uning keyin joyda cho'ng sonliq ma'lumot degan nima degan vaqtda bu kunlik turmushimizda hosil bo'lgan resim, ovoz, hamma narsani to'g'ri yo'llangan narsaning hammasi cho'ng sonliq ma'lumot deb qarasak bo'ldi. Endi bularni joyda yig'ish va bularni saqlab ishlatiladigan holatga keltirish ve open source yani echitilgan holatga ekilish. Bu Uyg'ur tilininki, Uyg'ur madaniyatiniki bundan keyingi taraqqiyotiga nihoyatda zo'r töhfelerini qo'shilgan bir soha degan gap. Buni joyda misollarni tushuntirishmaydi. Bormi? Buni joyda bizniki hozirgi ahvolimiz qaraganda ancha ba'zi misollar. Ammo joyda cho'ng sonliq ma'lumot, ya'ni sonliq ma'lumot markazi, sonliq ma'lumot bir taraf qilish markazi, Uyg'ur sonliq ma'lumot markazi qurishninki ta'xirsiz zarurligini yana bir qatim eslatib o'tamiz. Ham joyda bizning o'zimizning plani bor bu taraf qilayotgan, ammo birlashgan vaqtimizda ba'zi ishlarni joyda texnik oddiy, oson va texnik qulay bo'lgan, texnik tez holatda qilish imkoniyatimizni barliq keltiraylik degan gap. Shuning uchun joyda boshqa qarindoshlarni mustaqil izlanayotgan qarindoshlar bo'lsa, cho'ng sonliq ma'lumotlarni qanday saqlash, qanday bir taraf qilish, qanday tuzish, qanday holatda saqlab qo'llanishdan holatga keltirish. Bular izlanayotgan qarindoshlar bo'lsa, birlikda hamkorlashishga chaqiramiz. Endi uchur texnikasi. Bu yerda uchur texnikasi degan vaqtda odatda IT, turli yumshoq detal programmalari va bu sohada Uyg'ur jamiyatiniki zamonaviy to'rga ulash uchun asos qurilish vositasidir bu. Ham joyda kompyuter sistemlari to'rlar, ma'rif, endi bizning asosliq bu ma'rif, Uyg'ur ma'rif, ya'ni ma'rif va madaniyatni saqlash joyda shu IT sohasini texnik taraqqiy qilishimiz kerak degan gap. Ya'ni bularni yumshoq detallarni aytishni. Uyg'ur tilidagi o'qitish suhbatini qurish bu hozirda bizningki planimizning bir qismi edi. Hozir joyda bizningki o'qitish suhbati asosan degidek bir yerga bordi, ammo bu texnik e'lon qilish darsidagidek yetib bo'lmaydi degan gap. Chunki mukammal holatga keltirish uchun joyda xeyli vaqt ketadi ekan. Bizningki hozir e'lon qilib turdik, ammo uning joyda texnik mukammal o'qitish suhbati holatga keltirish uchun joyda yana bir mezgil vaqtimiz bor degan gap. Universal ilm-fan o'qitish suhbatini qurib chiqish maqsadimiz. Buning tayyorlik xizmatlarini 2025 boshlagandik. Asosan o'ttirilish bir yerga bordi. 2026-ninki o'ttirilib bo'lganda inshaalloh bitiramiz. Hamçoqda Uyg'ur diyarida yashayotgan bolalarning Uyg'ur tili va madaniyat o'rgatish uchun to'r orqali o'qitish suhbati. Buning tayyorliklari asosan bir yerga bordi. Hozir joyda bolalarningki Uyg'ur tili o'rganish, Uyg'ur adabiyoti o'rganish, Uyg'ur tarixini o'rganish, Uyg'ur madaniyatini o'rganish degandek nurg'un sohalarni joyda bizningki to'r bitimizda orqali ko'ralaydi va o'rganadi degan gap. Buni da men oxirroq mana to'r bitimizda ko'rsataman. O'shadan taqdim tafsili ko'rib olasizlar. Endi tarix fursatlar bizning joyda hozirgi biz bilib bilmay qiziqchilikda, ya'ni AIning qiziqchilik joyda birdamlik kvantum davriga kirib ketdik degan gap. Ya'ni kvantum AI davriga kirib kelyapmiz degan gap. Endi bu nima degan gap degan vaqtda biz Uyg'urlarga bir jihatdan nihoyat cho'ng bir fursat, ya'ni bir jihatdan nihoyat cho'ng bir xavf kelyapti degan gap. Endi har qanday vaqtda ikki narsa bo'ldi-ku. Bir yaxshi tarafi, bir yomon tarafi bo'ldi degan gap. Endi qanday qilib biz xavfni fursatga aylantira olamiz degan masala bizning qo'limizda, butunlay bizning qo'limizda degan gap. Shuning uchun joyda bugun biz Uyg'urlarning yuqori pen texnik sohasidagi o'rni joyda fursat va kelgusi haqidagi planlarimiz joyda bundan keyingi yo'limizni belgilaydi degan gap. Masalan, hozir sunniy aql deymiz, kvant texnikasi deymiz, cho'ng sonliq ma'lumot deymiz, uchur texnikasi, ya'ni dron texnikalar demakchi. Uchiqsiz uchish sistemasi degandek. Ana bular Uyg'urlar nada, nima ish qilyapti, qanday olg'a menish kerak
deganlarni bir-birlab aniqlab chiqishimiz va bularni jo'laqda o'zimizniki yetarlik holatda kuchimizni qo'shishimiz kerak degan gap. Endi bizning jo'laqda sonliq ma'lumot markazi qurish planimizda 2025 dan keyin bordi. Buning jo'laqda ba'zan bir qism narsalarni qilib bo'lmaganligimiz uchun to'liq amallashish bo'lmadi. Shuning bundan kechirim so'raymiz Uyg'ur xalqidan. Endi 2020 bizning jo'laqda Uyg'urlarniki o'zimizningki tarix fursatlari. Endi bu fursat va xavf dedik-ku. Uyg'urlar hozirgi aniqlangan tarix jo'laqda 6700 yildan ortiq tarixga bo'lib, ega bir millat. Bu xeli men degan o'zini men deyotgan to'plamdan tarix millatdan jo'laqda, ya'ni bulardan necha ming yil ustun degan gap. Turklar o'zini bizningki nimalar ko'l degan mangu tashlar davriga aparalaydi. Uningdan o'zi jo'laqda tek aparamadi. Ammo Uyg'urlarning jo'laqda uningdan necha ming yil, hatto 4000 yil oldiga ketadi degan gap. Shuning jo'laqda Uyg'urlar eng az bo'lganda hozirgi aniqlangan tarix ham 6700 yildan ortiq tarix ega. Bu tarixiy texnikalar orqali jo'laqda mush tariximiz jo'laqda tarix texnikalar, yuqori texnikalar orqali jo'laqda saqlash va tunutish fursatiga ega bo'lishdek bir fursatni yaratadi degan gap. Endi jo'grafiyalik ahamiyatga erib Uyg'ur rayonining markazi. Uyg'ur rayoni Markaziy Osiyodagi o'rni va uni yuqori fan texnik markaz qilish fursatiga ega qiladi degan gap. Bu keyingi bir fursatlarda, keyingi bir qadamlar jo'yaqda bizningki qad ko'tarishimiz, bizningki jo'yaqda texnikani taraqqi qilishimiz va fan texnik markazga aylanishdek bir fursatimizningki yoshirin potensial kuchining borligini, yoshirin kuchining borligini bizga aytib beradi degan. Men bir jo'yaqda Uyg'ur tili ko'p til alaylik. Mesela Uyg'ur tiliniki ko'p xil til bilish alaylik xalqaro hamkorlik fursatlar. Uyg'urlarning hozirgi chet elliklarning eng az bo'lganda 2 til bildi degan gap. O'zining tili yoki ashda turayotgan til degan gap. Endi Xitoy tilini qo'ysak 3 til degan gap. Bu jihatdan alayliklarga qarab alayliklarni o'ylagan vaqtimiz jo'yaqda xalqaro hamkorlikqa nihoyatda yaxshi fursatlarni yaratib beradi degan gap. Hem joyaqda bizningki qadimki Uyg'ur yodikorliklari, masalan qadimki binolar, qadimki qurilishlar bor degan. Buni joyaqda 3D skannerlash orqali joyaqda raqamlik saqlash va dunyoga tuntish. Bu joyaqda keyingi qadamda o'zimizningki madaniyatni taqdim yo'qolib Xitoy tomonidan chiqib tashlangan, yo'qotib o'tilgan madaniyat Uyg'ur yodikorliklarini, Uyg'ur qadimiy binokorligini joyaqda taqdim taraqqi qildirish. Bundan keyin digitalda saqlab olib, uni joyaqda taraqqi qildirishimizga foydali degan gap. Buni bir fursatlarni erib berding. Turpa rayonidagi qadimki Uyg'ur yodikorliklarining 3D, ya'ni 3 o'lchamlik xaritalash orqali joyaqda dunyoda yarqachalar kishilarni to'g'rilik bu yodikorliklarni ko'ra oladigan qilish. Buni yana bir joyaqda Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur tarixini joyaqda ballaq o'tgan vaqtimiz joyaqda xuddi naq maydonda ko'rayotgandek, naq maydonda o'zi bazidek holat, ya'ni VR deyilgan narsa bag'imizmi? Aşarqılıq joyaqda bunu təqdimmi qo'llanishchan va Uyg'ur bolalarning joyaqda, yoshlarning joyaqda Uyg'ur tarixiga, Uyg'ur madaniyatiga bo'lgan joyaqda ishtiyoqini va jalb qilish kuchini oshirgan bo'ldi degan gap. Bu taraflardan foydasi bor degan gap. Yana bir joyaqda eng unumli bo'lgan joyaqda Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash va tarqatish kerak degan gap. Uyg'ur tarixini joyaqda yuqori texnikalar orqali saqlash fursatini bizga ekladi degan gap. Endi Uyg'ur tilini joyaqda biz cho'qim raqamlik dunyoga kirishimiz kerak. Bu joyaqda buningki yo'qolish muqarrar bo'lib qoladi degan gap. Endi cheklimlar degan vaqtda joyaqda odatda iqtisod oldiga keladi degan gap. Chunki texnika degan gap iqtisod bilan teng degan gap. Aniga joyaqda texnika asos qurilish yetersizligi, yuqori fan texnik tadqiqot uchun zarur bo'lgan qurilma moliya yordam yetersizligi, til madaniyat saqlash, yuqori texnikalar joyaqda Uyg'ur tilidan birlashtirib texnikalik tarjima va mazmunning yetersizligi. Masalan, kvant deb Uyg'urcha birni bassang joyaqda asosan degandek mazmun chiqmaydi degan gap. Ammo hozir joyaqda YouTube'ga kvant deb bassanglar, meningki YouTube kanalimdan, shu Kalbil YouTube kanalidan darslar chiqadi degan gap. Shuning bir bo'shliqni to'ldirdik. Bundaki adat to'ldaliq degan gap uncha mukammal emas, ammo bir mazmun chiqishdek bir imkoniyat yaratdik degan gap. Shuning uchun vaqtda bundaki taqdimni qilgan ishlar nihoyat ko'p degan gap. Ya'ni Uyg'ur tili bilan
Uyghur tilini raqamlik dunyoga to'liq kirgizish. Ninki bir qadam bosqichi ni elib bordik. Bundan keyin vaqtda texdam elib boramiz. Endi nima ish buni qilamiz degan vaqtda bizniki Uyg'ur vatandagi vaqtda Uyg'ur tilininki to'r dunyosiga raqamli tuntish vaqtda hozirgi cheklimlar uchraydi degan gap. Ya'ni yo'qotildi degan gap. Buni vaqtda biz saqlashimiz va kuchimizning yetishicha uni elib kelishimiz kerak degan gap. Ya'ni o'zimizni ishiltish emas, boshqa avlodlarga udishimiz kerak degan gap. Taraqqi qildirishimiz va ulishimiz kerak. Har qanday bir tarix, madaniyat va yoki boshqa narsa yo'qda bir avloddan yana bir avlodga o'tishi, u avloddan yana bir avlodga o'tishi degan gap. Bu o'tishlarni faqatla bevosita o'tish o'zgarmay o'tish emas degan gap. Masalan, beytildi, taraqqi qildirdi va uning keyin o'tkazib berildi. Mushaylat qilishimiz kerak. Shunda bizga fursat keldi degan gap. Bizga fursat kelgan vaqtda bu nihoyat cho'ng xiristlar keldi degan gap. Endi bizga da'vat qilamiz yoshlarni ko'rsatyapti. Mana odatda 18 yosh, 16 yoshdan tortib o'zini 40 yoshga 45 yoshga bag'ishlarning hammasini yoshlar deb qara. 40 yoshga bag'ishlarning hammasini yoshlar desak bo'ldi degan gap. Endi bek o'tib ketsa 45 bo'ldi hamda. Ashlarning jo'xta zimmisdagi yuk degan gap. Bu majburiyatingiz degan gap. Agar siz bir Uyg'ur bo'lsangiz degan gap. Xalqaro hamkorlik deymiz. Siyosiy va xalqaro munosabatlik jo'nasiga yuqori texnik hamkorlik ta'siri. Niki bularniki jiq deyatlardan ta'sirining yo'q deyarlik holati bo'lganlik uchun jo'xta bular cheklanadi degan gap. Endi kvantum kompyuter tadqiqoti cheklanadi degan. Buning uchun tadqiqot uchun kerakli bo'lgan yetishgan kompyuter mutaxassislarining ozligi. Albatta demsakmi, u sanavoq barmoqlar sanavoqlarga chiqish tayinli degan gap. Chunki balkim chiqish mumkin biz bilmagan bilan. Bu yerda yushunib qilayotganlar ta'sir hech qanday bir ta'sirini ko'rsatmayotganlar bo'lishi mumkin degan gap. Chunki nurg'un tajribalarda boshliq ishlayotgan nurg'un Uyg'ur professorlar, doktorlar bor degan gap. Ularni hech kim bilmaydi degan gap. Ammo ular ninki chiqishi va boshqa Uyg'ur millatining cho'qda bilim bilan qurollantirish va bilim bilan ta'minlashninki bir zarur ninki ekanligini buni ta'kidlashimiz kerak degan gap. Bu albatta kvantum texnika setib olish joyida intayin yuqori moliya pul ketadigan narsa. Shuning joyida bunda holat bo'lmaganlik uchun Uyg'urlarda yuqori moliya pul bo'lmaganlik uchun joyida bunga moliya sabiylik mavjud degan gap. Uning keyin iqtisod cheklimiz tadqiqot qiyinlashtirdi, ammo xalqaro hamkorlikni hal qilish mumkin. Buningki cheklimlarniki, ya'ni fursatlarga aylantirishdagi bir ochqish degan gap. Endi 3-chi qism joyda bizda 2030-yilgacha plan bo'lgan planimiz bor. Bu plan joyda birinchi bosqich 2026-2028-yilgacha asos qurilish va ixtisoslarni tarbiyalash. Bunda bizning hozirda 2025-yil boshlagan o'zimizningki kvantum mashina o'rganish dars bor. Buning joyda 2026-yil va 2028-yilga bo'lgan ixtisoslarni tarbiyalash hamda yuqori texnik o'rganish sipsi Uyg'urlarda AI, kvant hisoblash, big data, ya'ni cho'ng sonli ma'lumot o'rganish sipsi qurib yo'l qo'yish. Buni asosan bir yerga olib bo'ldik. 2026-ning o'ttirilib olganda cho'qim buni echiyimiz deb qaratamiz inshaalloh vaqt qila olsaqlar. Endi xalqaro o'qitish programmalarini tuzish. Buningda 2026-yil planimiz bor. Har qaysi universitetlarniki, Stanford, London universitetlarniki o'qitish programmalarini jo'daqda Uyg'ur ma'rif bilan birlashtirib, texnik yaxshi bo'lgan yuqori saviyadagi xalqaro saviyadagi o'qitish programmalarini tuzib, ashundan qarta darsliklarni yo'l qo'yish. 2026-2027-yilgacha bu yerda yuqori fan texnik markazi qurish tayyorligi ni boshlash. Bularni AI, kvant hisoblash, sonli ma'lumot markazi qurish, markaziy xalqaro hamkorlik protokollarini tuzish deganlarning bular joyda plan holatda tayyorliqlarni qilishni boshlaymiz. 2027-yildan boshlab 2027 va 2026-2027 joyda men tekrar yuqori fan texnik o'rganish naq maydon suhbatini olib boramiz. 2026-yil, 2027-yil oralig'ida bu joyda asosliqqa o'rlashtirgan o'shandaqlarni taklif qilish, leksiya o'rlashtirish, muvazzat Uyg'urlar bilan hamkorlik uchun xalqaro planlarni tuzish, ya'ni Uyg'ur yuqori fan texnika platforma qurish tayyorligini boshlagan 2026-ninki oxirlarida 2027-ning boshlarida inshaalloh bitirib bo'lamiz deb qaratamiz. Buning uchun joyda asta-asta o'zimiz hozirda boramiz. Ham joyda 2026-2027, ya'ni biz 2026-dan boshlangan
muşu tor dersleri tayyorlash sunush. Sizin kelbilninki yüzününki YouTube kanalıga bizden artık yuqori pen texnika derslerini yollash xalqimizga sunush. Bu joqda 2026 yıllık bizning planımız. 2025'te hazır 85 ni yollab boldik. 2025'lik vazifemiz orunlandı. To'liq o'rinlandi, ham oshirib o'rinladik. Ancha vaqtda 2026-ninki vazifamiz joqda mush yuqori pen texnik munosabatlik 100 dan ortiq. Endi maqsadimiz 60 ni qo'ygandik 2025'te. Endi 2026 joqda biz 100 ni qo'ydik o'zimizga planni. 100 dan ortiq yuqori pen texnik darsliklarni yollash va xalqimizga sunish maqsadimiz, orzuyimiz, planimiz bor. Bu planimiz. Uning keyin joqda 2026 dan 2028gacha bo'lgan arliq joyda tarbiyalash, endi talant tarbiyalash, ya'ni o'quvchilarni tarbiyalash bizningki kvantum mashina o'rganish darslarimiz elib berilyapti. Uning keyin joyda sun'iy aql tarbiyalash darslarimiz inshaalloh boshlandi. Cho'ng sonliq ma'lumotlarni bartaraf qilish, sonliq ma'lumot markazi qurish va sonliq ma'lumot analiz qilish darslarimizni boshlaymiz. Bular joyda mush arliqda 100 nafar Uyg'ur yoshini yuqori pen texnik sohasida tarbiyalash programmasini tamomlash maqsadimiz bor 2028gacha. Endi xalqaro texnik organlarni o'zaro talant almashtirish programmasini tamomlash. Buningcha vaqtda shu 2028 bo'lgan tamomlashningki planimizningki bir qismlari bular. Endi 3-qism joqda 2-bosqichga 2028 dan 2030-yilgacha. Buning texniklik taraqqiyot va keng qo'llanish. Buning joqda texniklik taraqqiyot, ya'ni Uyg'ur tili asosidagi AI sistemalarini taraqqiyot qildirish. Sınaq yo'l qo'yish, Uyg'ur madaniyat materiallarini raqamli saqlash, sistemasini qurish va kvant hisoblash asosidagi Uyg'ur tibobiy dorigarlik tadqiqotini boshlash 2028 va 2029 ning yillari. Endi buning jo'qda 2020 hamda bizningki Uyg'ur tili asosidagi AI sistemalarini yo'l taraqqiyot qildirish. Masalan, bizning o'zimizningki plani bor, eng oz bo'lganda bir 3-4 xil Uyg'ur tili, Uyg'ur sun'iy aqlni qurib chiqmoqchi, kichik. Yani oxirgi vaqtda bizning 2029 ning oxirlarida buni birlashtirib universal, kuchlik universal tipdagi Uyg'ur tili asosidagi sun'iy AI sistem, sun'iy aql, ya'ni AI dan hisob chiqish planimiz bor. Bu hozircha planimiz boshlanib bo'ldi. Qog'ozlarni bizning balki mush yilning 2026 ningki oxirlariga 2027 ning o'rtalarida sinoq nusxalarini e'lon qilishimiz mumkin. Endi agar planimiz bilan menib ketsak. Endi keng qo'llanish yoqda yuqori pen texnik yoqda ma'rif, sog'lomlik, tijorat va kasb sohalarida qo'llanish. Uyg'urlar yuqori texnik unumi umumyuzlik qo'zg'alish qo'lga keltirish. Dunyo Uyg'urlari orasida texnik va hamkorlik to'rini qurish. Bizning bu yerdagi maqsadimizning birisi joyda bir to'plamsal holatda yuqori ko'tarilishni, umumyuzlik yuqori ko'tarilishni qo'zg'alishni qo'lga keltirish maqsadimiz. Ya'ni umumyuzlik yuqori ko'tarilmay yoki qo'zg'almay turib joyda buning taraqqiyotini asla qo'lga keltirmaymiz degan gap. Shuning uchun joyda birdan chiqib qilsak uning taraqqiyot ko'rinarli bo'lmaydi degan gap. Shuning uchun joyda umumyuzlik yuqori bir xil tang hujum qilib, tang o'rlash boshini qo'lga keltirish maqsadida bu 2025 ni biz yuqori pen texnik va uyg'urlarchilik qilib belgishimizning sababning birisi. Bu yerda uning keyin joyda dunyo Uyg'urlari, har qaysi davlatlardagi Uyg'urlar joyda orasidagi texnik hamkorlik to'g'ri qurish. Bu joyda buning tayyorlik xizmatlari boshlanib bo'ldi. 2030 gacha bularni bitirish mush planimizni. 2030-yilgacha Uyg'ur yuqori pen texnik markaz tadqiqot o'rni qurish. Buni joyda hozir buning asosiy planlari elib berilyapti. Eng boshda tor onlayn shaklda. Ya'ni to'rda quramiz. Uning keyin joyda keyin bir davlatda maxsus muşni qurib ashuningda tadqiqot va leksiyalar va yo'qmasa ba'zan bir tarbiyalashlar elib berish maqsadida planlarimizni elib beryapmiz degan gap. Endi muhim nishonlar degan vaqtda bayatni qilganman yig'inchoqlar ep qilganda 2030-yilgacha bo'lgan muhim nishonlar. Ming Uyg'ur yuqori pen texnik mutaxassis tarbiyalash. Bayatda meningki deganimiz 100 joy vaqtda kvantum mashina o'rganish tarbiyalash. 2030 gacha kvantum mashina o'rganishningki mutaxassislar, ya'ni o'rganib ashuni ishlatadigan va uning nima ekanligini bilib, ashuncha joyda o'zi xizmat qildiradigan holatda tarbiyalash. Bosqimiz 2030 gacha 100 nafar tarbiyalamoqchi. Endi men 1000 nafar degan joyda
AI texnikasi bo'ladi, IT texnikasi bo'ladi, undan keyin cho'ng sonliq big data, cho'ng sonliq ma'lumot degandek quantum fizika hammasi yig'ib kelgan vaqtda ming Uyg'urni yuqori fan texnik mutaxassis qilib tarbiyalash maqsadimiz. Endi Uyg'ur tilidagi vaqtda 50 xildan yuqori fan texnik 50 xil yuqori fan texnika, ya'ni yuqori texnik programma va qo'llarni taraqqiy qildirish. Buning darsliklarni hammasini o'z ichiga oladi. Darsliklar odatda to'rbetlar degandekchi, yuqori fan texnik programmalar. Endi ana Uyg'ur madaniyat materiallarini joyda 80% raqamli saqlash bizning bu purs bizning o'zimizningki qilmoqchi bo'lgan nishonlari. Bu joyda nima 80% bu bek jo'ng'ilab ketdi, balkim qilolmaydi deydiganlar bo'lishi mumkin. Biz maqsadimni 2025dagi planimizda 60 degan to'q 85 ni yuzaga chiqardik. Ya'ni 40 ni yuqori qiladi. Ya'ni asosan 3dan 1ni yuqori qiladi. Endi shuning uchun 80% qildik. Buning uchun bizningki biz bir gap bor. Ayni arzuyoni ayga tushmasmi, hech bo'lmasa o'g'izga tushadi degandek. Ya'ni yuqori tushadi degan gap. O'g'izga qilsam balki miyaga tushishi mumkin degandek. Shuning uchun biz Uyg'ur madaniyat materiallari joyda 80% raqamni saqlashni maqsad qilmoqchi. Hozircha vaqtda buning boshlanib bo'ldi. Bizning ba'zi bir qism Uyg'ur madaniyati, tarixi va til madaniyati degandek hamma narsaning darsliklari va saqlash nimalarini boshlang'ich odatda asosan bir apir bo'ldik. Hamda vaqtda Uyg'urlarda 5 xil yuqori fan texnik korxona qurish. Buni joyda masalan IT texnik shirkat bo'lamdi yoki bo'lmasa mush yuqori fan texnik munosabat shirkatlar va korxonalarni qurish nishonimiz. Yani bu nishonlar joyda Uyg'ur jamiyatini zamonaviy dunyoga texnik tez ko'tarish maqsadida, ilgarilatish maqsadida buni planladik. 4-chi qism joyda bundan yo'l xaritasi. Endi bu bizningki 2026-2025 ni yuqori fan texnik Uyg'urlarchilik qilib bekitgandik. Endi joyda 2026-yilni kutib turyapmiz. Buni joyda Uyg'ur koni texnik yili deb jakarlash va Uyg'ur jamiyatining joyda kelgusi uchun muhim bir qadam qilishni bu planladik. Buning joyda asosliqi shu Uyg'urlarning yuqori fan texnikasida o'z o'rnini tepishi. Uning joyda Uyg'ur tili va madaniyatini yuqori texnikalar orqali saqlash va tarqitish maqsadida. Yani biz şu Uyg'ur yuqori fan tadqiqot qurildi. Buningki bizning bayatdan planimizda Uyg'ur tadqiqot markazi qurish planimiz bor 2030gacha. Mashlarning joyda dastlabki boshlang'ichlarningki asos bo'lsin uchun buni qildik. Uning joyda dunyo taraqqiyotiga Uyg'urlarni to'p qo'sh degandek bir qism. Masalan, shu joyda 2026-yilni Uyg'ur kvant texnika ile. Buning joyda asosliqi shu kvantum munosabatlik tarbiyalashda elib boramiz. O'zimizning darslari hozir davom elib berilyapti. Bundan keyin kelarchilik 4-oyda boshlandi. 2-qadamliq tarbiyalashimiz. Agar qatnashgan qarindoshlar bo'lsa, bizlar aloqa qilishni qarshi olamiz degandek. Amjadda oxirgi so'zimiz har bir Uyg'ur joyda bu taraqqiyotga o'z rolini topa olishi va to'p qo'shish kerak. Buning uchun joyda biz ochiq holatda ba'zi bir to'r darslarni elib boramiz. To'r suhbat shaklida to'r darslari elib boramiz. Har oyda balkim bir qatam elib berishimiz mumkin. Agar qarindoshlarning qo'llashi va qatnashishi jiq bo'lsa, balkim har oyda 2 qatam to'rda ochiq suhbat shaklida tarbiyalash elib berish imkoniyatini o'ylashyapmiz. Shunga uni qo'llab-quvvatlashni umid qilamiz. Biz bu 2030-yil joyda bo'lgan bu planni amallashtirish orqali Uyg'ur jamiyatini zamonaviy dunyoga o'z o'rnini ko'taramiz va kelgusi nesillarga joyda boy miroslarni qoldirish. Bu yerda miroslarni qoldirish emas, texnikani beyitib, mo'llashtirib miros qoldirish maqsadida buni planladik. Yani bu plan orqali nima ishlarni qila olamiz deydi hamma açıqligimda. Nima ish qilmoqchi bo'lan bu plan orqali amallashtirish nimalar qanday bir maqsadlarni ishga oshirmoqchi degan gap bo'ldi. Yani buning kvant texnikasi va sun'iy aqliyatda biz 2030-yilda bo'lgan bu kvant texnika va sun'iy aqlni amallashtirish orqali Uyg'ur jamiyatini zamonaviy dunyoning ilg'or aql va texnika markaziga aylantirib, kelgusi nesillarga ularning texnik ulug' kelgusilarni qurish uchun mustahkam asos bo'ladigan aql va bilim boyligini qoldirish. Biz ma vaqtgacha chet elda ko'rganimiz nima degan vaqtda birisi yiqilsa, ikkinchi birisining uningki uli butunlay yo'qilgan holatga keldi. Bizningki maqsadimiz nima degan vaqtda biz tushib ketsakmi, biz tushib qolsakmi yoki biroz qazo bu insoniyat
Adam degeni bilmaymiz go, nima ish bo'lganligini. Ölüm yetimlab qalsa vaqtda bizni kelgan yerdan davomlashtirish maqsadida elib boramiz. Biz tutgan zamatlar uni noldan boshlash bunda odat bo'lmasin. 70 yilni yaqin shunda bo'lganlik uchun vaqtda har bir har bir kelgan vaqtda uning vaqtda keyin qadamcha vaqtda yana noldan boshlash to'g'ri keldi. Shuncha vaqtda ilgirlash nol bo'ldi degan gap hozir kelgacha. Buningki sabablarini sabablarni tushunsak bo'ldi. Ya'ni bizning maqsadimiz nima degan vaqtda biz hozir texnikani texnik taraqqiy qildirib bizdan keyin keldiganlar vaqtda texnik mo'l texnik mustahkam bo'lgan asos bo'la oladigan bir aql va bilim boyligini qoldirish maqsadimiz. Endi madaniyat va tarix qo'g'dash vaqtda biz 2030-yilgacha bo'lgan bu madaniyat va tarix qo'g'dash planimizni amallashtirish orqali Uyg'ur jamiyatining uzun tarixi mirosini bayat dedik 6700 yillik hozir tarixiy isbotlangan tarix bo'lmasa nazariyatni bo'lgan undan uzun 40 ming yillik 20 ming yillik ulatgan mutaxassislar bor Uyg'urlardan, ammo haqiqiy tarixiy isbotlardan bizning Uyg'urlarning tarixi 6700 yillik so'zga ketadi degan gap. Amcha vaqtda mushunda bir mo'l tariximiz joyda qanday qilib buni mirosimizni zamonaviy usulda saqlab qola olamiz? Qanday qilib buni dunyoga tunta olamiz? Qanday qilib texnikni parlaq odatga ekila olamiz? Kelgusi nesillarga qanday qilib buni texnikni mo'l holatda suna olamiz? Mushunda bir ideyani joyda taqtish va uni joyda taraqqiy qildirish imkoniyatini qoldira olamiz. Mush maqsadlar endi ma'rif va talant taraqqiyoti. Talant deganki odam ixtisosliklar demakchi. Biz 2030-yilgacha bo'lgan bu ma'rif va talant taraqqiyoti joyida plan amallashtirish orqali Uyg'ur jamiyatini dunyo taraqqiyotining talabiga javob bera oladigan yuqori saviyalik bilim mahoratga ega kelgusi rahbarlarni yetishtiradigan markazga aylantirish. Kelgusi nesillarga qurilmaning har sohada o'z o'rnini topishga yo'l ochadigan ma'rif imkoniyatini miros qoldira olamiz. Miros qoldirish maqsadida bularni elib beryapmiz. Şuna başqa qarindoshlarningki qo'llab qo'yishlarni birlikda hamkorlashishlarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz va chaqiramiz. Endi xulosa qilib aytgan vaqtda yuqori fan texnik Uyg'urlarning kelgusiga olgan qadami bo'lib, tarix fursatlar joyda tarixiy kuchga aylantirish mumkin. Shuning vaqtda bizningki hozirgi kelgan fursat va xavflar bor. Bir joyda cho'ng bir fursat keldi. Endi ikkinchida undan cho'ng bo'lgan bir xavf keladi degan gap. Endi buni qanday hal qilamiz? Bu xavf degan gap yo'qolib ketish xavfi. Butunlay yo'qolish degan gap. Shuning vaqtda bizningki 2000 bayatniki Uyg'ur sonliq ma'lumot madaniyat asos qurish, uning ikkinchi vaqtda til madaniyatini Uyg'ur digital hayotga ekilish degan. Bir millatning kelgusi vaqtda uning bilimi va fan texnikasilar o'lchindi. Agar bilimingiz va fan texnikangiz bo'lmasa vaqtda sizningki kelgusingiz yo'q degan gap. Ya qulunlab ketib ketasiz yoki yo'qolib ketasiz degan gap. Endi kelgusi qadamlar deganda 2030-yilgacha bo'lgan plan orqali bu jamiyatimizdagi Uyg'ur jamiyatini zamonaviy texnikalarda o'z o'rnini topadigan har qaysi yoshlarningki o'z davrdagi ya'ni o'z o'rnidagi, o'z vatandagi, o'z turayotgan rayondagi vaqtda yuqori fan texnik o'rinlarda o'zining o'rnini, bir kishilik o'rnini tepib qila oladigan holatga keltirish. Uning ikkinchi vaqtda Uyg'urlar uchun har bir Uyg'ur bu tariqa qo'shish kerak. Bularmi yoshlar. O'zingizni yosh chaqlaganlar, ya'ni 16 yoshdan 45 yoshgacha bo'lganlarga talabimiz bu. Cho'qim bu taraqqiyotga to'p qo'shishingiz kerak, majburiyatingiz. Agar jo'yaqda 50 bo'lgandan keyin jo'yaqda pushaman qilsangiz aslo arzimaydi degan gap. Hozir 50 berib 60 berib o'lishdan oldin turib qolganlarcha. O'limni saqlab kutayotganlar nima ish qiladi? Aqsa qarab vaqtini qana nima qoldi de Uyg'urga bayidliq. Bu kunlar bizniki degan gap. Biz qanday qilishimiz kerak? Atogin bizmi qiraymiz degan. Bunda yashiryamizmi degan gap. Biz 50-60 baqa vaqtda oxirimiz shunday qarab, men Uyg'ur uchun nima ish qildim? deb o'zimizni so'rab, oshning javobini topa olishimiz kerak degan gap. Oshning javobini topolmay xijillab ya qarab qilishni saqlanish uchun vaqtda hozir harakatga o'tishimiz kerak degan gap. Shunga har bir qirinishimizni, har bir Uyg'ur qirinishimiz bizdan hamkorlashishga chaqiramiz. Kichik bo'lamdi, cho'ng bo'lamdi. Sizning bilimingiz va texnikangiz bo'lsa, ya bizga yetakchi bo'lsangiz bo'ldi, yoki bo'lmasa bizdan hamkorlashsangiz bo'ldi, yoki bo'lmasa bizdan birlikda o'rgansangiz bo'ldi degan gap. Siz odamni bo'lsangiz Uyg'ur uchun so'qadigan yurkingiz bo'lsa, qildigan ish nurg'un degan gap.
Eng savadsız, eng qalaq adam hazır telefonni basa alaydı, telefonni bir işlerini qılaydı, oynashni bilsizlar Facebook, WhatsApp'larni. Ağaçlarım qıldığan işler nurgun işler var denge. Şunu men nima ish qila olayman deb qolmang denge. Qıldığan ish nurgun. Hiç olmasa torbet başquruş, onu bunu qilish, onu bunu uçur qaytırış degandek ishlarni qila olasizlar denge. Ya'ni Uyg'ur uchun söhb qo'shman, Uyg'ur uchun so'qilgan bir jirkingiz bo'lsa, sizning qilgan ishingiz nurgun denge. Endi to'g'ri, hozirgacha tashkilotlar va o dernek-perneklarninki nurgun quruq shuvarlari, nurgun quruq orzulari bilan yalg'anchilik bilan, shapaqchilik bilan, kavobchilik bilan hozir qolgan ishonchsizlik mush holat keldi degan gap. Bundan keyin texadan boshqa degan gap. Chunki hammasiniki o'zining qanday hozir Uyg'urlar asosan degidek tashkilotlarning derneklarning qanday odamlar tarafidan kontrol qilayotganligini asosan bilib bo'ldi deb qarayman. Men bilmagan bo'lsangiz izdining degan gap endi. Buning uchun qanday qilishimiz kerak degan gap, endi yoshlar o'zimiz birlik keltirib, bir chiqishimiz kerak degan gap. Bu yosh cho'nglarning ishi birga bor degan gap. Agar bizga yo'l ko'rsatib, bizning yo'limizda ochilganlar bo'lsa, albatta cho'nglarni hurmatlaymiz. Bizningki Uyg'urlarningki o'zining asl axloqlaridan birisi cho'nglarni hurmatlash, kichiklarni izzatlash. Hurmatlashga tegishli bo'lsa, albatta beshimizdan yuqori ko'tarib hurmatlaymiz degan gap. Agar jo'yaqda bizning yo'limizni to'sadigan bo'lsa, yoki bo'lmasa bizning taraqqiyotimizni tasqinlik qilgan bo'lsa, uni dastlab o'tab ketishni bilamiz degan gap. Kichik bo'lsin, bizningki bilimiz yuqori bo'lsa, biz har zaman orqasidan ergish mangimiz degan gap. Shuni qarindoshlar, agar mush sohada, mushu men degan planlar sohasida bir besib bo'lgan bir qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin degan gap. Ma'lum bir yo'llarni besib bo'lganlar. Birlikda hamkorlashaylik. Ya biz sizga ergishaylik, ya keling siz bizga ergishing. Ya bo'lmasa birlikda hamkorlashib kuch birlikda qilaylik. Buni qilma amal yo'q degan gap. Agar yana bir 5 yil qilmasak jo'yaqda buningdan qilganim ish tugaydi degan gap. Ma 10 yilda Uyg'ur tordan bir Uyg'ur ovozi, Uyg'ur tekstini yig'ib qancha yig'alaydi ekansiz qani. Tayinliq yig'alaysiz degan gap. Chunki manba yo'q. Hammasini taqib etadi degan gap. 90% 95% desak yo'q jiqilib ashur ekan. 95% Uyg'urning digital odatga hamma narsa yo'qoldi degan gap. Hozir AI'lar tunavadi deyishingiz mumkin. Atogim buni cheklaydi degan gap. Masalan, 2 yilning oldida, 3 yilning oldida Uyg'ur tilini shunday yaxshi tunaydigan sunniy aqllar hozir nimani qanday qiladi? Tunayolmas bo'ladi degan gap. Atogim buni chunki ishiltirgan odam qarab turib qiladi degan gap. Endi shu bizningki Uyg'ur sunniy aqlni qurishimizning ta'xirsizligining sabablarining biri mushi degan gap. Shu fursat bu. Agar jo'yaqda ya'ni keyin so'zsaq bizmi 60-70 baga vaqt shunda keynimiz qarab qiyg'ashimizning tayini yo'qligidan ichimizga elib o't ich ochiqlab o'limiz degan gap. Shu meningki chaqiriqim yoshlarga. Mush sohalarda men so'zlab o'tgan sohalarda o'zingizninki qila oladigan ishi qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar birlikda hamkorlasak, albatta buning har xil torbetlari qurilish va platformalarda yuqori pen texnika Uyg'ur forum qurish degandek ishlarni boshlayapmiz. Shu vaqtda hamkorlashgan qarindoshlarni taklif qilamiz. Ham chunki uni biz qarshi olamiz degan. Bu fursat. Bayatda nima Uyg'urlar cho'ng bir fursat keldi. Shundan bilan birga uningdan cho'ngroq bo'lgan bir xavf kelyapti degan gap. Ya yo'qolsiz ya bor bo'lsiz. Men 5 yil ichida o'zingizni qaror qilasiz degan gap. 2030 vaqtgacha ya yo'qolishninki qadamini elib berib bo'lsiz yoki bo'lmasa turibdi bu dunyoda mening bir asli bir asli yashash haqqim bor deydigan bir holat kelib kelasiz degan gap. Bu ko'ringan taq yiroq emas deydigan gap bor bizda Uyg'urlarda. Bu muqarrar hodisa bu. Har qancha unda emas, bunda emas deyasingizmi? Ba'zi narsalar yo'qda sonliq ma'lumotlarni isbotlangan narsalarni uning nazariya emas, quruq gap emas bu. Chunki bir narsaning taraqqiyatiga qarab turib inson aql va bir narsaning kelayotganini ko'rib turib uning yeniga yaqinlab kelganligini biladi degan gap. Shuni qarindoshlarimizdan shu 2030 bo'lgan plan orqali Uyg'ur jamiyatininki shu har bir Uyg'urninki o'zininki to'hfasini qo'shashga
chaqırmız. Paylanan materiallar desəңlər kelgüsü tədqiqat qruppusu materialları Uyğur tədqiqatınınki. Endi bu xulasa plansiz olsa bizga sizga foydali bo'lishini umid qilamiz. Yana bir yoqda yuqori fen texnik to'g'risida texnik ko'p bilim almashtirishni qarasangiz, biz bilan aloqalashsangiz, biz bilan hamkorlashishni hamkorlashsangiz umid qilamiz. O'zimizning Kelbili YouTube kanali va yoki tor betlari va degandek. Amcha yoqda bizningki bayatniki men tunishtirmoqchi bo'lgan tor betningki ishini amdik kelaman. Bunun vaqtda meyada bizning tor bitimiz var. Muş tor bet kirgandikkin vaqtda bunun da hozircha xiljiq bir narsalar yo'llandi. Kuchimizni yetish qilyapmiz. Ancha vaqtda yetarlikmi desak yetarlik emas. Chunki biz bayatindaqo bir xalqaro saviyadagi o'qitish supisi, bilimli supisi qurish maqsadimiz. Mush yo'lda ketib boramiz. 2025ni mush torni betni e'lon qilish planımızda batı. Çünkü bunu bazılarını hal qılamaqna bazını e'lon qildik. Mani kirsangiz yoqda bosh betda mishada 2026-yillik kvant mashina o'rganish darsi tizimlashdi. Yerva miya kirsangiz nima yutadiganligi tafsili uchurlar va uning keyin nima tizimlar agar tizimlatsangiz yoqda miyada hozir boshla degan. Unda kirib miyada forum bor. Kvant mashina o'rganish 2026-yillik dars. Mushundan uchurlarni to'ldirsangiz bizga keldi, shundan biz sizdan aloqa qilishimiz degan gap. Başqa yəni nimba degan vaqtda başbat kirsangiz har 2026-yillik vaqtda bizningki bayan dedik-ku, ayda bir qatam agar qarindoshlarning qo'llashi va nimasi bo'lsa vaqtda biz yilda ayda 2 qatam to'liq 1-2 soat 3 soat atrofida bo'lishi mumkin. Torda leksiya, torda dars shaklda, webinar shaklda olib boramiz. Buningda planli mush tor bitimiz kirsangiz mushada tor leksiya tizimligi degan ba astıqraq kirsangiz, müşahede o'sha chiqarib qo'yamiz. Müşahede vaqtda siz vaqt kelgan vaqtda bevosita kirib darslarni anglay olasiz va bevosita vaqtda birlikda ilib bora olasiz degan savol so'ra olasiz degandek. Qarindoshlarni taklif qilamiz va bosh so'zlaymiz degan gap. Asosli vaqtda buningda mush yuqori fen texnik munosabat narsa so'ziladi. Kvantum mashina o'rganish, anigan vaqtda sun'iy mashina o'rganish, anigan sun'iy aql taraqqiyoti, programma tillari, Python programma tillari degandek. Başqa IT texniklar degandek. Mushta to'g'riliq so'zlandi. Shu kelar yildan boshlab mushnaga to'g'ri bitimizga diqqat qilib qo'ysangiz, albatta biz bu sotsial medialarda e'lon qilib turamiz hamda. Uning ikkinchi vaqtda muhabbatningki Qutatg'u AI degan yer kirsangiz, biz hozir qo'yib turgan ism. O'sha kirsangiz bu yerdagi Qutatg'u AI bor. Bu hozir API'larni ishlaydi. Ammo buni vaqtda biz API'larni emas, haqiqiy Uyg'ur tilini tunuydigan holatga ishlashni elib bormoqchi maqsadimiz. Endi bu yerda o'rganish degan yer kirsangiz, buningda hozircha 38 qo deyman. 1 2 3 4 39 tal mazmun bor. Masalan, matematikadan tortib ximiya, fizika, adabiyot, Uyg'ur tili, kvanit, siyosat, tarix degandek har sohalar bor. Sen dron texnikasi deymiz, dron tarbiyasi, robot tarbiyasi, tajriba darslari, har xil tajribalarning darslari yo'llandi, ham videolar shakllarda. Endi ming va neurologiya degan nima to'xtadik degandek. Uning mush har xil darslarni o'rganasiz. Siz menga tarix kirsangiz shu vaqtda eng yangi, eng to'g'ri bo'lgan Uyg'ur tarixi munosabatlik mazmunlarni müşahidin ko'rasiz degan. Bu yerda men dedim-ku, Uyg'urlar unda az tarix emas. Hozirgi isbotlangan, to'liq isbotlangan isbotlar bilan 6700 yillik tarix ekan. Albatta, nazariya jihatdan aytganda ba'zi tarixchilarimiz 40 ming yil aytgan, 20 ming yil aytgan tarixchilarimiz bor. Ammo isbotlangan tarixni qo'yishimiz kerak. Chunki bilim so'zlanadigan bet bu. Shu nazariya, quruq nazariyalarni so'zlamaymiz degan. Amaliy isbotlangan bo'lishi kerak. Mana shu vaqtda 2012-yili e'lon qilingan maqola. Bunda Uyg'urlarning tarixini 6700 yillik sürüydü. Yani demek Xitoy o'zining 5000 yillik deyoladi, 1500 yillik tarix yo'q. Ammo bizning vaqtda undan 1500 yil oldi degan gap. Shuning vaqtda bu tarixni qanday qilib bizning keyingi avlodlarga yetkazamiz? Yetkazish emas, ma'ni beyitib, mo'llashtirib yetkazish. Bu biz yoshlarningki majburiyat degan gap. Ya'ni 16 yoshdan 45 yosh bo'lgan yoshlarningki majburiyati va mas'uliyati degan gap. Buni qanday qilamiz? Endi o'shancha vaqtda o'zingizning tarixini bilishingiz kerak degan gap. Bo'lmasa vaqtda nadik bir insonlar chiqib, Uyg'urning tili unda, Uyg'urning madaniyati bunda, Uyg'urning unisi bunda degan qaloq bir narsani deb yuradi. Hech nima o'qimaydigan
hiç tarix o'qib bakma, hiç bo'lmasa to'liqsizim tarix o'qib bakmagandek so'zlab yurgan Uyg'urlar bor degan gap. Hiç bo'lmasa Uyg'ur tilini o'rganib bakmagandek so'zlab yurgan Uyg'urlar bor degan gap. Shunchaqda o'zimizningki madaniyatiningki o'zimizning tilining naqadar kuchli, naqadar mo'l madaniyat ekanligini bilishingizningki zarurligini bu yerdan tunirsin. Ham avlodlaringizga ham cho'qda boshlarga bunda degan vaqtda og'zingni yum deb javob beradigan bo'lishimiz kerak degan gap. Albatta ba'zilar og'ziga kelgan so'zlar bor endi. Onun kendi meyadaki kültür deydigan narsa. Bunun çoğalta Uygur medeniyetinki Uygur kültürünün deymiz. Qamda Uygur kültürünün çoğalta her xil mezmunlar var bunun da. Mesela aşpezlik deymiz, Uygur bayramları, Uygur oyunları degandek. Bu çoğalta ballarınızga hem de Uygur medeniyeti qanda bir medeniyet, Uygur medeniyeti de nimler var degani. Da bir kiyim-kechekler deymiz, Uygur öyler deymiz degandek. Uygur tenterbiye faaliyetleri deymiz degandek. Muşlar var. Bular to'liq mukammal yo'llanib bo'lanmadi. Shuni hozircha shu 2025dagi planimizningki asli bu plan yo'q. Faqat bizning cho'qda bir dars plani, bir torbat qurib, ashuna dars qilish planimiz bor. Bu boshlanib bo'lib, buni cho'qda o'zimiz dars qatnashganlarga ko'ralaydi darslarni. Ama ders qatnashmaganlar cho'qda meyda haqsiz ta'minlab bergan darslarimiz bor. Mushlarni ko'ralaydi. Boshqa odatda biz darsxonada o'tgan darslarni ders qatnashgan o'quvchilarni ko'ralaydi, boshqalar ko'rolmaydi. Uning keyin cho'qda men to'r xotiram deydigan bir narsa, blog, my blog degan. Buning kirsangiz cho'qda odatda texnika, madaniyat, san'at, til, moda, AI, kvant AI, sun'iy aql degandek. Falsafa, fizika, ma'rif, kvant. Mush to'g'risida nurg'un mazmunlar bor. Hozir yo'llangan mazmun 50 dek maqola yozildi bunda. Eng yangi uchur, eng yangi texnika mazmunlar yo'llandi. Mushancha kirib siz ko'ralaysiz degan gap. Hozircha xiljiq 50 dek mazmun yo'llandi. Eng bo'lmagan mushakkirsiz-mo nurg'un maslarni o'rganaysiz degan gap. Bu bundan kim agar jo'yaqda siz men bunda aslini qo'shmoqchi edim. Men bu shuna bir yuqori texnik munosabatlik bir narsani tarjim qilib yakunmasa yo'llab boshqa Uyg'ur tilinki beytay deyman. Uyg'ur sun'iy aql uchun to'p qo'shay deyman. Yoki Uyg'urlarniki foydalanib qolish uchun sunay deyman desangiz jo'yaqda mendek yozmalar degan bir bitimiz bor. Musha kirib jo'yaqda o'zingizningki tizimtish adreslarni kirib har xil mazmunlar jo'yaqda yoza olasiz. Temi mazmunlar yozib yo'llay olasiz degan gap. Buningki biraz masalalar bo'lganligi uchun bu 2026 ning o'tirlari bo'lgancha bitirib bo'lmay inshaalloh. Şu bunun da bu çoğaltıda özünüzdeki bir kişilik esini koşalayısınız degan gap. Onun kendi çoğaltıda meyadaki ögünüş degende ma'rif deydigan bir yer var. Bunun da men alaydan qo'ygan narsa hozirgi 4 ma'rif, 5 ma'rif bor. Uyg'ur ma'rifi, Xansu ma'rifi, onun kendi çoğaltıda Yapon ma'rifi, Arab ma'rifi, Amerika ma'rifi. Özünüzün her qaysi davlat turayotgan davlatingizning ma'rif sistemasi qanday? Bularning Uyg'ur ma'rifini taraqqiy qildirish uchun qanday bir tarafını alsak Uyghur ma'rifini texnik mükemmelleştire alamiz. Bunun için yazma yoki uçurlar bilan ta'minlasangiz bunun rahmatimizni bildiramiz. Chunki bizning Uyg'ur madaniyatini, Uyg'ur ma'rif sistemasi yo'qda o'zini mükemmelleştirib, o'zining bir mustaqil bir ma'rif sistemasini qurgan. Ya'ni Uyg'ur keyin islom dinini qabul qilgandan keyin Uyg'ur islom ma'rif sistemasi. Bu xil yerlardan farqlangan ma'rif sistemasi bo'lgan. Endi yo'qda buni qanday qilib biz hozirgi AI davriga mos holda Uyg'ur ma'rif sistemasini qurib chiqa olamiz. Degan buning uchun yo'qda biz har qaysi davlatlarningki ma'rif sistemalariniki ilg'or taraflarini qabul qilib o'zimizniki moslashtirib texnik taraqqiy qilishimiz kerak degan gap. Hammani qabul qilish emas. Ba'zi insonlar hammani qabul qilish Xitoyning ishi ko'pay qilish bo'lgan gap. O'zingizni bir qismini olib, o'zingizni qilasiz, xuddi ilmiy maqolasini necha % eshib ketmagan asosda boshlarninkidan foydalansangiz bo'ldi-ku. Shuni o'xshash yo'qda bizmi Uyg'ur ma'rifini taraqqiy qildirish uchun boshlarning ma'rifidan ilg'or taraflarini qabul qilib, qolgan shakllarni tashlab olsak bo'ldi. Hammani qabul qilish bir shart emas degan gap. Bunday qilib Uyg'ur ma'rifini taraqqiy qildirish, ya'ni bularmi AI davrida, kvantum davriga kiryapmiz. Buningda Uyg'ur ma'rifininki ro'lininki bo'sh chaqlamasligimiz kerak degan gap. Hozir ba'zilarimiz undan bo'lib ketmay deb qarayotganlar bo'lishi mumkin, ammo izlanib qolganlar biroz. Endi men yoqda Uyg'ur bolalar uchun yoqda o'rganish Uyg'ur ilpati, Uyg'urcha ilpa o'rganish darslari bor. Buning yoqda arablar degan kirsangiz, men yerda har xil arablarni o'rgana olasiz, o'yinlar va ilpa o'yinlari. Unga rasm qo'sha olasiz degandek. Onun kendi men yoqda Uyg'ur raylar bor, o'zingizniki
Qashqar viloyati Urumchi, hozirmada Iliqizaq Abdunallasi degandek, Turpan viloyati, Aqsu viloyati degandek, Korli shahri Qarmay degandek. Mada xilji qiyala ba. Onun ikinci vaqtda ko'p rayonlar texi yo'q deyarlik. Masalan, Uyg'ur Qashqarning çoğuqda bizningki 4 yakin, 4 naya elingan, başqa bir şəhər 3 naya elingan. Qaqallı çoğuqda texi tuluqlanmadı, tuluqlashqa tirishimiz degandek. Endi Meyerge harf ögünüş degen bir tor bitimiz var. Meyerge yoqta siz balаңызга tor internetten harflarni ögünüşne, yezishni ögünüşne, qo'l ko'ndirishni, mushuni mashq qildira olasiz. Ancha saqlab ovoz Uyg'ur taraqqiyot uchun yoqta ovoz taqdim qila olasiz, yeziq taqdim qila olasiz degan gap. Ancha yoqta bizniki Uyg'urlarda ballar adabiyot deydigan bir adabiyot bor, ballada deydigan. Balkim Uyg'urcha o'qiganlar bilishi mumkin. Ballar edebiyatı üçüncü yoqda mədə ballarını közsüz ballada degan bir boşluq var, bir tema var. Bunun kirsan çoxda ballar ögünüş bağısına xoş geldiniz deydigan. Mesela bunun ballar üçüncü yoqda matematika, fizika, kimya, coğrafiya, təbiət, ədəbiyyat, cəmiyyət deydigan. Dedən ki, ən addi şəkildə, ən düşünüşlük, yəni ki, xuddi yapın marifinin ki 0 yaşdan tartib dərslik kitablar var. 0 yaşlıq ballar, 1 yaşlıq ballar deydigan. Degandek. Aşlaqcha olsa alsanız nəhayət düşünüşlük xud bek addi 10 betliklar resimli kitaplar var. 10 betlik, 15 betlik. En ötep kelse 15 betlik çıkıyor. 10 betlik hatta 4-5 betlik kitaplar var degan gap. Aş şekilde taraq endi bir kitabını satımız desek raqam deymiz. U işki 5 tenge, to'qimi 10 tenge degandek ish ulab qoldi ekan bu yerda. Chunki biz satımız desek basqanға tushliq aldigan Uyg'urlar bo'lmagan ekan. Endi qanday qilishimiz kerak? Bunda to'g'ri yo'llashimiz kerak degan gap. Agar kitap şekilde bo'lgan bo'lsa, balalarınız eng az vaqtda 3 yosh kirgacha cho'qim kitapni o'rganish kerak, shart deb qarayman men. Buniki ma'rif balalar adabiyot, balalar ma'rifini izlanib baqsangiz, buning qartan nurg'un narsa bor, ko'ra olasiz degan gap. Shuni kompyuterdan, telefondan yiroq tuting balalarınızdan 3 yosh kirgacha. Eng az bo'lgan 2 yosh bo'lsin bo'ldi. Endi Әмче вакытта мәдә балаларның үгүнеше, мәсәлән, математика санларны кушуш, рәңләр, шәкелләр бар го. Буларны үгүнеш, оныкны физика кырсаңыз вакытта, мәсәлән, тартыш күче дигән нимә, юрыклык дигән нимә, магнит күче дигән нимә дигәндек. Химия вакытта от, су, һава дигән нимә дигәндек. Монда бер нәрсәләр бар. Табиат кырсаңыз вакытта, орман, океан, сахра, bahar, yaz, qish degandek bunda bir narsa bor. Məyət cəmiyyət degan soqda cəmiyyət kirsin nurgun narsa bor. Ədəbiyyat degan narsa kirsin şiirlar, qoşaqlar, hekayələr, avazlıq oxuş, hərflər degandek. Nurgun narsa bor. Bunu tək tərəq qıldırıyatımız. Şuna bu yerdən faydalanıb qalsanglar yaxşı degan gap. Əgər bizlə əlaqələşmək olsanız bizdən 9-cu da haqqımız biz haqqımız dedik məsələn biz özümüz haqqı uçurlar. Onu yeməyə kirsanız bizdən biz uçur yazalaysız və ilxat arqılıq bizdən əlaqəm qıla alaysız deyindik. Mədik əlaqəli uçurlar çoxda əsasən degidək hazırçı normal işləyənlərəm var, işləməyənlərəm var degan gap. Buldu bugün müşahitçilik olsun. Endi 2026 vaqtda bu onunki asli bizning planimiz 3 tur betdi. Hozircha birisi tutdik. 2027gacha 3-sini bitirib yo'lga qo'yamiz inshaalloh. Degandek, birisi maxsus turda dars Uyg'urcha darslar bo'ldi. Buning vaqtda Uyg'ur dars izlab men Uyg'urcha yo'q ekan, u yerda uni o'rgandim, bu tilda o'rgandim deyishni oldin olishni. Men shunday o'rgangan. Chunki kvantum munosabatlik darslar asosan degidek Uyg'ur tili yo'q. Asasen negidek yo'qligini, butunlay yo'qligini emas. Ba'zi Uyg'ur aktiv Uyg'urlar bor. Ular chiqarib qo'ygan narsalarni vatandaşlarni ko'rmagandikan endi. Shuning ochun uchun men o'sha kvantum to'g'riliq nurg'un narsalarni o'rganib o'zim. Xitoycha o'rgandim, yaponcha o'rgandim, inglizcha o'rgandim, ba'zida arabcha ko'rib ketmaydi, turkcha o'rgandim degandek. Ashlar o'rganish vaqtida eng oxirida men mushuna bir bo'shliqni to'ldirish uchun Uyg'ur kvantum mashina o'rganish, ya'ni kvant to'g'riliq dars so'zladim degan. Endi ana çoxda bizning bayat tor bitimizga kirsingizmi, nurg'un shu xotiram degan yerda nurg'un kvant munosib nurg'un narsalar bor degan gap, uçurlar bor degan gap. Endi bundan keyin çoxda kvant deb izlab, Uyg'urcha mazmun yo'q ekan deyishga xotim berildi degan gap. Endi siz chiqadi degan gap. Kvant deb basingizda nurg'un narsalar chiqadi degan gap. Buldu bugün mushunchalik bo'lsin, qolgan hamda agar birlikte hamkorlashgan qarindoshlarimiz olsa her zaman qarshi olamiz. Hem zaman birlikte hamkorlashishimiz zarur. Chunki biz
2030-qı planımızı tuzduq. Elbette bazı Uyg'urlar nisbatan bu planlar haddidan ziyade aşırı etilgan deb qaraldi. Bizning aşırı etishimizga sabab qasddan aşırı, ba'zilarini qasddan aşırdık. Çünkü o'zimizning kuchining qanchalik ekanligini o'zimiz biraz o'lchab baqdiq, o'lchayoldik. Gap shuni qartacha yoqda to'xtabdi. Ba'zini yuqori qilayli, ba'zini tuvan qilayli, ba'zini o'tira qilayli deb shuni belgildik. Endi ba'zi masalalarda bizning tarbiyalashimiz yoqda, masalan, mendagi Uyg'ur tilidagi 50 xildan yuqori fen texnik programma qo'llanma taraqqiy qildirish degancha vaqtda mendagi yuqori fen texnik programma desak, haqiqatan bizga povatqanlik degandek, ammo qo'llanma taraqqiy qildirish degan joqdan bu deganlikda har qaysi darsliklarni tayyorlash deganni ko'rsatadi. Masalan, kuantum fizikasi, kuantum mashina o'rnishi darslik qo'llanmalari, ashlan butunlay Uyg'urcha ham dijitallaydi, ham jo'da ders şekilde ko'rilgan, video şekilde ko'rilgan holatga keltirish maqsadimiz. Endi biz Uyg'urcha 5 xil yuqori fen texnik korxona qurish. Demak, albatta mendagi birinchisining tayyorliqlari putib bo'ldi. Buni inshaalloh kelar yil birini qurib bo'lamiz degan gap. Endi qolgan joyda ish kuchi joyda boshqa qarindoshlar qurdi degan. Boshqa qarindoshlar o'zining kuchini tayyorlik qiladi degan gap. Shu buni joyda eng oxirida bizning maqsadimiz bunda shirkat albatta qurib joyda kuchimizni birlashtirish maqsadda. Shuning uchun sizmi bunda bir kishilik asangizga qo'shiladi. Hech bo'lmasa biz taqat qilgan narsalarni birlikda hamkorlashib, ham baharlab degandek-chi. Endi men yerda cho'ng sonliq ma'lumot markazi qurish, ya'ni SUPSI yo'li men yerda 2026 buni yo'l qo'yish. Bu nima degan gap degan vaqtda o'zimizningki qanday saqlaymiz cho'ng sonliq ma'lumotlarni. Bularni jo'xta bir qism planlarni elib berishdan qanday İşte buldu. Başka sualına sorsanız mening bugunlik joyda 2025 yillik o'zimningki yuqori fen texnik Uyg'urlar jari shu orasidagi qilgan ishlarimni tafsili xulosalab chiqdim. Bek tafsili bo'lmasmanda asosliq ba'zi narsalarni so'zladim, qilgan narsalarni qilgan narsalarni, ammo qilmagan narsalarni tafsili so'zladim. Nima ish qilmaganligimni degandek. Hamçılıqda 2030 yıllıqca qanday ishlarni qilganligimiz, planlarimiz joqda tafsili bu yerda tushundik. Shunga mushsalada hamkorlashgan qarindoshlarimiz bo'lsa, har zaman qarshi olamiz. Balkim ba'zi qarindoshlarimiz muayyan bir sayı, muayyan bir yo'l yoki berib bo'lgan bo'lishi mumkin. Ularningki o'zidan tanishsaq, ya biz qo'shilamiz, ya bizga qo'shila, ya birlikda hamkorlashib qilamiz degandek. Shuning qaysi o'zi bo'laverdi. Biz qaysini biz uchun farq etmas. Ya'ni chunki bu muajirat Uyg'ur uchun bir nima yasab pul topma deyish mumkin emas. Qo'linda Uyg'ur 10 ming chiqmaydi, 20 ming chiqmaydi degan gap. Chunki hozir har qaysi davlatlar turayotgan Uyg'ur tili ikkinchi til bo'lib qoldi. Ya'ni ana tildan o'ta ikkinchi til bo'lib qoladi degan gap. Chunki bolalarning hammasi ana tili, ashtiyo'da yashayotgan tug'ilgan bolalarning endi ashtiyo'ning tili ana tili bo'ldi degan gap. Har qancha siz uyamda ilipani o't chiqarib ezib ichirayotgan desangizmi baribir o'xshash. Ana tili shu davlatning tili bo'ladi. Hamcha vaqtda buni ikkinchi til o'rniga o'chib qoladi degan gap. Buniki bag'an sir undan tuvallaydi degan gap. Shunga endi bu Uyg'urcha manbalardan bir nima hesab YouTube kanal qurib, uni qilib pul topma deyish ba'zi ham xiyol. Shuning uchun joyda biz pidoyada ishlaymiz. Albatta o'zimizning taraqqiyotini ba'zi qarindoshlarga yordam qilamiz. Ammo bizmi biroz taraqqi qilib olgandan keyin albatta maosh berib ishlatishimiz bor. Boshlarga maosh berib ishlasangiz baribir ishlaysiz ularga. Bizga ishlasangiz baribir maosh olib ishlasangiz ham Uyg'ur uchun to'p qo'sha olasiz, ham pul topa olasiz degan gap. Boshlarga ishlasangiz shu. Boshlarga pul tepib tursiz, boshlarning taraqqiyotini qildirsiz degan gap. Shundaqmi? Shunga hozircha bizning o'zimizning iqtisodiy o'zimizga chaqliq bo'lgandan keyin maka deb sen topgan pulni men beray, menga ishla deb deyamaymiz. Ham deydigan kun kelib qoladi. Shuning uchun hamkorlash chaqiryapmiz. Degandek, amaliyotda biroz yuqori fen texnik munosabatlik, sun'iy aql munosabatlik, kvant texnik munosabatlik biroz izlanib baqqan insonlar bo'lsa, buning naqadar cho'ng xavf, naqadar cho'ng fursatlarni
ikkisini qanchalik ekanligini his qila oladi deb qarayman. Eng bo'lma degan vaqtda ChatGPT'ni so'rab beqing. 2030-yilgacha bo'lgan vaqtda Uyg'ur tili uchun, Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur tili uchun qanday xavf, qanday fursatlar bor deganni izlanib baqsangiz, mana men deb chiqarib bergan gap. Boshqalarniki mening degan gapimni nima qilmay, o'zingiz izlanib baqsangiz degan gap. O'zingiz izlanib, ya to'g'ri bo'lsa qo'llashinglarni qilamiz, hamkorlashib chaqiramiz. Xato bo'lsa, sening ma xato deb oldimizga chiqib to'g'risini ko'rsatib qo'yishinglarni taqdim umid qilamiz degan gap. Chunki bir narsani xato deyalgan odam uni to'g'risini bilib deyalsa, uning kendan unum bo'ldi. Bo'lmasa o'sha vaqtda xato deb qo'yishi quruq gap bo'ldi gap. To'g'risini deyolmagandikin. Shu bizningki o'zimizningki planimiz shu. Endi qolganini qarindoshlarimizninki bo'ldi. Qolgan fikr savolinglar uchun fikringlar bo'lsa desam bo'ldi. Bo'lmasa men to'xtatib o'tdim ama she'rni to'xtatib o'tay. Mushu Kelbil deb izlasanglar YouTube kanalimiz bor. O'sha kirsanglar bo'ldi. Lekin to'rbatmi bu shaklda chiqadi. Hozir chiqadigan shaklda chiqadi deyman hozir qilgandim. Balkim ertaga taqdim yaxshi shaklda tayyorlaymiz. Endi bo'ldi desa, xo'sh Alloh